Bugungi videomizda hujayra yadrosi haqida gaplashamiz. Ko'p odamlar yadroni hujayra miyasi deb atashadi. Ammo nega aynan u miya? Yadro nimaga bu qadar muhim degan savollarga bugun javob topamiz. Yadro hujayraning eng yirik organoidlaridan biri. Hatto uni murakkab mikroskop yordamida aniq ko'rish mumkin. Keling, yadroning 4 ta asosiy qismiga e'tibor beramiz. Birinchisi, yadro pardasi. Yadro ikki qavatli membrana bilan o'ralgan bo'ladi. Bu parda tuzilishi jihatdan hujayra membranasiga juda o'xshaydi. U yadroni himoya qiladi va ichidagi tuzilmalarni o'zida saqlab turadi. Ba'zan yadro pardasining tashqi tomonida ribosomlar ham joylashgan bo'ladi. Ikkinchi qism, yadro teshiklari. Bu yadro pardasidagi mayda ochilishlar. Ular yordamida turli moddalarning yadroga kirishi va chiqishi amalga oshadi. Masalan, matrisali RNK yadro ichida hosil bo'ladi va u yadro teshiklaridan o'tib sitoplazmaga chiqadi. Uchinchi qism, yadro suyuqligi, nukleoplazma. Nukleoplazma yadro ichini to'ldirib turuvchi gelga o'xshash suyuqlik. Uning tarkibida DNK juda yuqori miqdorda bo'ladi. Shuningdek, aynan ushbu joyda transkripsiya, oqsil sintezi boshlanadigan jarayon amalga oshadi. To'rtinchi qism, DNK joylashgan markaz, xromatin, yadro ichidagi material. Yadro o'simliklarning barcha genetik ma'lumotlarini saqlanadigan joy hisoblanadi. Metrlab uzunlikdagi DNK hujayrasining qurilish chizmasi vazifasini bajaradi. Aynan DNK o'simlik yoki boshqa organizmni qanday bo'lishini belgilab beradi. Yadro hujayrani qanday boshqaradi? Yadroda hujayra uchun kerak bo'lgan barcha oqsillarni yaratish bo'yicha ko'rsatmalar, genlar mavjuddir. Oqsillar esa hujayrada juda ko'plab jarayonni bajaradi. Shuning uchun yadro hujayraning miyasi deb ataladi. Qaysi hujayralarda yadro bo'ladi? Evkariyot hujayralarda yadro bo'ladi. Evkariyot hujayralarga o'simlik, hayvon, zamburug' kabilar kiradi. Prokaryotlarda yadro bo'lmaydi. Bularga prokaryot organizmlar, bakteriya va sianobakteriyalar kiradi. Umid qilamanki, ushbu video sizga to'liq ma'lumot bera oldik. Ushbu video bilan